Hozir Chery'ga keldik, mana bizga ochib beryapti. Chery'ning yangi mashinasi, elektrik mashina. Yangi brend qilib olishgan, buni ko'ryapsizlar. Kurio deb nomlanadi. Ichini ko'rsanglar, buni ochish mumkin emas, yopib qo'yilgan. Ichi futuristik darajada qilingan. Ko'ryapsizlar, 4 kishiga mo'ljallangan mashina. Polni elektrik, nimalari yo'q, damlari yo'q. Faqat mashinani qo'yib qo'yishgan. Orqa tomonidan zo'r. Chery'ni dizayniga umuman o'xshamaydi. Chery'ni mashinalarini bilganlar biladi. Kichkina mashinchasi bor, keyin katta SUVlari bor. Hozir buni bilib ko'ramiz, qancha masofada yurishini. Lekin mashina zo'r ko'rinishi, polni panorama nimada turibdi va menimcha salonida ko'p elektrik massajyor va 360 kamera shunga o'xshagan narsalari bor. Lekin mashina haqida ma'lumot juda kam. Yangi mashina, yangi olib kelgan konsept kar. Mana bu oldi tomonidan ko'rsanglar bo'ladi. Rangiga lekin gap yo'q. Rangi zo'r ekan, neobычный rang ekan. Mana hozir iltimos qildik, ochib berishadi bizga.